Hammaga salom. Sizlar bilan bugun YouTube kanali uchun logo va banner yasab, ularni to'g'ri joylashni o'rganamiz. Demak, birinchi o'rinda Canva bilan sizlarni tanishtiraman. Canva bu o'zi onlayn platforma, har xil vizual materiallar tayyorlash uchun, bundan foydalanish uchun o'zi professional bo'lishingiz shart emas. Ya'ni agar siz Photoshopni bilmasangiz, Canva siz uchun yaxshi bir tanlov. Biz hozir YouTube ga logo va banner qilishimiz kerak. Buning uchun mana bu bo'limlardan biri maketini o'tamiz. Ko'rsangiz agar yozgan pastida logo yasish uchun mana bunga bosamiz. Mana sahifa ham ochildi. Ko'rishingiz mumkin, hali hech narsasi yo'q, oppoq. Chap tomonda ko'radigan bo'lsangiz, shablonlar degan joydan o'zingizga yoqqan biron xil shablonni olib olishingiz mumkin. Bepul va pulli variantlari bor. Agar mana buni bitta bossangiz, bu yerga o'tadi. Menga esa mana bu logo yo'q qoldi. Tahrirlash ham uncha qiyin emas. Men masalan ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zimga yoqqan ko'rinishda shablonni o'zgartiryapman. Bu yerdan tabiiyki, o'zingizga bir chiroyli logo yasab olsangiz bo'ladi kanalingizga. Amma hozir misol tariqasida sizlarga bir maketini ko'rsatyapman. Buni yuklab olish uchun tepadagi podelиться tugmasi va so'ngra pastdagi skachat knopkasiga bitta bosib yuboramiz. Mana yuklandi. Xo'sh, demak bizda endi logo tayyor. Navbat endi bannerga. Uni yasash uchun boshidagi glavniga qaytamiz. Xuddi birinchi safargidan bannerni bosamiz. Demak, sahifa to'liq yuklangandan so'ng ko'rishingiz mumkin, bunda shablonlar juda ham ko'p. Uzoq bormasdan shu birinchisini tanlay qolaman. Kanalim nomi Hikmat bo'lganligi uchun ranglarni, tekstlarni kanalimga mos qilib o'tkazaman. Ya'ni tahrirlayman. Shriftlar, tekstlarning ko'rinishi, ranglarini to'lig'icha qilib qo'yganimizdan so'ng vaqtni zoya ketkazdirmasdan buni ham bir deganda darrowgina shu yuklab olamiz. Xo'sh, bizda endi logo va banner bor. Tayyor. Mana keyingi oxirgi qism bularni YouTube sahifamizga yuklash bo'ladi. Chap tomondan Nastroyka kanalini bosib o'tamiz. Bu yerdan hozir birinchi bo'lib logomizni yuklaymiz tanlab. Mana marhamat, bizga yasagan o'sha logo. Gatovani bosamiz. Endi bannerni joylaymiz. Qanday ko'rinishini ko'rsatyapmiz bizga. Hammasi joyda bo'lsa, bemalol ikkinchi safar ham gatovani bosib saqlayveramiz. Demak, logo va bannerimiz o'z joyiga tushdi. Aytgancha bularning pastida kanalimizning nomini yoki pseudonimini o'zgartirsak ham bo'ladi. Bio yozishga ham joy bor. Kanalingiz haqida yozasiz. Yana ham pastroqda kanalingizning havolasi ko'rsatilgan. Undan keyin silga qo'yish degan bu yerga o'zingizni ijtimoiy tarmoqlaringizni ulab qo'ysangiz bo'ladi. Men misolga Telegram sahifamni ulab qo'yaman. Xo'p, dashi YouTube sahifamizga kirib yangilanish beradigan bo'lsak, ko'rsangiz logo va bannerimiz yuklangan turibdi. Ko'rinishlariga o'zingiz baho bering. Demak, mana bu podrobniya kanalida ham Telegram sahifamizga o'tish uchun qo'ygan linkimiz turibdi. Hozirgi videomizda qanday qilib logo va bannerni yasab joylashni o'rgandingiz degan umiddaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying. Bundan foydaliroq videolarni o'tkazib yubormasligingiz uchun kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bizda esa bugunchalik shu. Sog' bo'ling, omon bo'ling.